Chet eldagi Uyg'urlarga qarshi tor jasusluqi. Uyg'urlarning chet eldagi eng chong tashkiloti bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining yuqori darajali xodimlarini nishonlagan tor hujumi Uyg'ur yezqi tahrirlash detali Uyg'ur Edit PP orqali elib berildi. Bu detal ommaga echivitilgan yeziq tahrirlash detali edi. Bu vaqa chegara halqagan raqamlik bostirishning texnikalik taraqqiyotiga vakillik qiladi. Shundaqla kültürel detallarning davlatga bog'langan tahdid unsurlari tarafidan suiiste'mol qilinishini ifodalab berdi. Yuqumlanish zanjiri ijtimoiy injenerlik texnikalik hilalar bilan uchrashmoqda. Bu hujum Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan hamkorligi bor bir tashkilotning Ramazonlik tabrik xatini taqlid qilgan bir qiltaq elxat yo'llanmasi orqali elib berilgan. Qiltaq elxat maktubida Dunyo Uyg'ur qurultiyining a'zolarining Uyg'urcha imlo tahrirlash detali bo'lgan Uyg'ur Edit PP'ni Google Drive ulanmasi orqali tushirib olib sinab ko'rishi targ'ib qilingan bo'lib, tushirib olish targ'ib qilingan bu hujjat Uyg'ur Edit detaliga taqlid qilingan bir viruslik hujjat edi. Tushirib olish targ'ib qilingan bu viruslik detal imlo tahrirlash funksiyasiga ega bo'lish bilan birga tushirib oluvchining kompyuterga GaredDetector.x nomidagi orqa sap detalini yoshirun holda qochilab qo'ygan. Bu orqa eshik virusi kishilarning bu xil detallarga bo'lgan ishonchidan foydalandi. Xitoyning Uyg'ur madaniyatiga zarba berishi sababli Uyg'ur tilidagi yumshoq detallarning kamchil bo'lishini keltirib chiqardi. Bu vajidan bu Uyg'ur tili detaliga suiqasd ishlatish taktikasi Xitoy uchun texmi unumli bo'ldi. Bu yomon g'arazlik yumshoq detalning texnikalik yadrosi main from load hadisiga bog'liq bo'lib, bu yomon g'arazlik virusning tarqalishi va davomliqligini saqlashiga yo'l ochgan. Bu virusning davomliqligi har 5 minutda bir qatim ishga tushadigan Gared Updater orqali amalga oshgan. Bu orqali bu virus kompyuterning sistemasini yangidan boshlashdan saqlanib, kompyuterni davomli kuzatib turgan. Texnikalik iqtidor va buyruq qurilmasi. Viruslangan bu detal kompyuterga qachilangandan keyin virus kompyuterning sistema analiz sistemasini qo'zg'atadi. Oqibatda kompyuterdagi ishlatuvchi ismlari, IP adreslari, mashg'ulot sistemasi va kompyuter qattiq detallarga oid uchurlarni yig'adi. Ondan bu uchurlar yiroqdan boshqariladigan mulozimatirdan birga yo'llab beriladi. Bu mulozimatirning turg'un shifrasi tangri.ugay.com bo'lib, anar.gliz.com shaklida sapaslangan. Bu ikki tor nomi Uyg'urlarning va Turkiy qavmlarining cho'nqur kultural odatlariga uyg'un ravishda qo'yilgan nomlardir. Bu virus yana o'zi egilib olgan kompyuterda o'zining oshkorlanib qilishining oldini oladigan yangi bo'loqlarni qura oladi. C2 mashg'ulot qurilmasi Xitoy tor suiqasdchilar tomonidan ko'p qo'llaniladigan Chupa LLC's AS20473 ga tava IP adreslaridan foydalangan. Munosabatlik dokladga asoslanganda Citizen Lab mazkur tor hujumini ma'lum bir guruhga tava qilmagan bo'lsa-mu, hujumda qo'llanilgan taktikalar, nishon va hujum qo'llangan mashg'ulot qurilmasi Uyg'ur, Tibet va Hong Kong jamiyatlariga tava kishilarga qarshi Xitoyga munosabatlik bo'lgan ilgirki harakatlarning ko'langisidan xabar bermoqda. Hujumchilar Uyg'ur kultural dinamikalari va diasporadagilarning ehtiyojlari haqidagi cho'nqur bilishni namoyon qilgan. Uyg'urlarning Uyg'urcha detallarga bo'lgan ishonchini yo'q qilish uchun ijtimoiy injenerlik va texnikalik vayron qilish usulini qo'llangan. Masalaga cho'ng doiradan nazar solsak, bu hujum Xitoyning diasporadagi Uyg'ur qatorliq millatlarni kuzatish, qo'rqitish va jimiqtirish uchun yomon niyatlik tor programmalarini, kimlik ovini va tor tajovuzini qo'llangan, chegara halqagan raqamlik tor hujumidir. Bundaq hujumlarning psixologik zini kuchli bo'lib, hujum obyekti kishilarning o'zining gap so'z va ish harakatiga hiziy bo'lishini, shundaqla milliy madaniyatni saqlab qolish sohasidagi raqamlik mahsulotlarga bo'lgan ishonchsizlikni oshirib etadi. Bexatarlik mutaxassislari xatar ostidagi millatlarga munolarni tavsiya qiladi. Ishonchlikligi tasdiqlangan tor batlardan boshqasidan programma va yumshoq detallarni kompyuteringizga hargiz tushirmang. Kod imzolash guvohnomalarini va notunish yumshoq detal ishlab chiqaruvchilarga oid ogohlantirishlarni tekshiring.
Tor nomlarini tekshiring va taqlidiy tor betlardan material tushirishdan hazar aylang. Dünya Uyg'ur qurultiyining yuqori darajalik xodimlariga qaratilgan bu tor hujumi vaqasi ojiz diaspora xalqlarini qo'g'dash uchun shu xalqlar turishliq hukumatlarning texnologiya munbarlari va xalqdan shakllangan jamiyatlar tarafidan yurgizilgan qo'g'dinish yo'llarini kuchaytirish kerakligiga bo'lgan kuchlik ehtiyojni ko'rsatib berdi.